O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi Vakillar palatasining kongressmenlaridan iborat delegatsiyani qabul qildi. Delegatsiya ikki tomonlama parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlashga doir kelishuvlar doirasida mamlakatimizda bo'lib turibdi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari parlamentlar darajasidagi faol aloqalar va samarali almashinuvlar O'zbekiston-AQSh strategik sheriklik munosabatlarini jadal rivojlantirishga katta hissa qo'shayotganini yuksak baholadi. AQSh kongressida tashkil etilgan O'zbekiston bo'yicha kokus do'stlikni mustahkamlash va konstruktiv muloqotni ilgari surish bo'yicha parlament guruhining nufuzi ortib bormoqda, faoliyati kengaymoqda. Bugungi kunda kokus tomonidan ko'p qirrali hamkorlikni va mamlakatimizda islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator muhim loyihalar ilgari surilgan. Kongressmenlar yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yangilanishlar strategiyasi mamlakat barqaror taraqqiyotining muhim omili ekani hamda uning xalqaro maydondagi obro'si sezilarli darajada yuksalishga xizmat qilganini alohida ta'kidladilar. Shuningdek, Afg'onistondagi insonparvarlik operatsiyalari qo'llab-quvvatlangani uchun samimiy minnatdorlik bildirildi. Suhbat chog'ida parlamentlararo yo'nalish bilan bir qatorda AQSh delegatsiyasi a'zolari vakillik qilayotgan yetakchi shtatlar Nebraska, Kolorado va Texas bilan hamkorlik bo'yicha loyiha va dasturlar muhokama qilindi. Innovatsiyalar va sanoat texnologiyalari, IT sohasi, qishloq xo'jaligi, yashil energetika, sog'liqni saqlash va ta'limda kooperatsiyani yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv yakunida qo'shma yo'l xaritasini tayyorlash va ishbilarmonlarning o'zaro tashriflarini tashkil etish yuzasidan kelishuvga erishildi.